Salom hammaga. Biz hozir Plus akkauntimizni obzor qilib beramiz. Mana boshladik. Urvini 9.4 bo'lib turib, mana Dembele ajoyib futbol bo'lmoqda. Bundan 600 chiqarish mumkin. Haaland esa 500 chiqarish ham mumkin. Tepalarini fitness darajalarini 400 qilib olsak, keyin shotni 100 qilsak 4-5 ta 100 chiqadi. Rafinha, Pedri, Valverde ham bor. Elliot Anderson 92 men hozir avvalroq olgan edim. Virgil van Dijk, William Saliba, Alejandro Grimaldo, Gianluigi Donnarumma. Men avvalgi Sabityanini yutib, mana bu futbolchini olgan edim. Mana bu Olise, Kane, Gabriel, Messi, De Paul, Kylian Mbappe, Lamine Yamal. Bu yoqda esa shunday futbolchilar bor: Hakimi, keyin Yildiz, Crespo'lar. Hakimini bu yoqqa qo'yib olamiz, keyin Mbappeni bu yoqqa. Ana 20 mingta Trempo'ga qo'ydik biz. Biz hozir ssenariy o'yinini o'ynaymiz. Angliya, Ispaniya. Mana ularning 11 talik sostavi. Ajoyib sostav, kuchli bo'lgan. Some big decisions are being made. These subs are warmed up and raring to go. The defender could be in trouble here. Bellingham with the ball. Declan Rice. It looks like they're going to win the game. That's great determination. A careless pass there. That was a bad pass. Fabian Ruiz. He's taking the ball out wide. Finds his teammate. He's got control of the ball. What an opportunity! Can he get it on target? Well timed then. Great defending. Well, they've just fallen short and failed the scenario, but I'm sure they'll try again soon. Transfer marketida Bellingham va Ferran Torres kelibdi. Ikkovi ham ajoyib futbolchilar. Mana dinamik agent tugashiga 14 kun qolibdi. Men bulardan hali 2 ta olganman. De Paul hamda shu Aldereytlarni olganman. Afsuski menga hisobim tushmagan. Yangi event kelayotgan ekan. Mana biz 6-tirdamiz. Biz sezon pasdan orqada qolib ketyapmiz. Tugashiga ham 3 kun qolibdi. Dream draft kelibdi. Afsuski bizning olmoslarimiz yetmaydi bunga.